kunda qiyomatda odamlarni bir-birlariga aralash, qo'ralash qilib tashladik. Sur chalingach, ularni barchalarini to'pladik. Nihoya nima bo'ladi? Yerda mashriqida yashagani ham, mag'ribida yashagani ham, Yajuj Majuji ham, u Yajuj Majuj zulm qilib devorlar orqasida turgan ojiz notavon xalqlar ham, avvalgilar ham, keyingilar ham birodarlar qiyomat suri cholinganida hammasi aralash qo'ralash bo'lib tiriladi. Hammani boradigan joyi shu. Va aradna jahannama yawmaydin lil kafirin arba. U kunda kofirlar uchun jahannamni ko'ndalang qilib qo'ydik. Birodarlar, qiyomat kunida hadis shariflarda keltiriladi, jahannamni sudrab farishtalar mahshargohga olib keladi. Demak, sudralib olib kelinadigan narsa ekan. Payg'ambarimiz aytadilar, jahannamning u kunda 70 mingta halqa bo'lsa bo'ladi. 70 mingta halqasi bo'ladi, 70 mingta sopi bo'ladi degani. Har bitta halqasidan 70 mingtadan farishta sudrab jahannamga olib keladi. Va ana shu jahannamga tushadiganlar ko'radi uni. Tikka qarashlikka yuraklari, quvvati, bardoshi yetmaydi. Ko'zini qiri bilan qaraydi.